Siz buni bilarmidingiz? Men sizga hozir juda yaxshi maslahat beraman. Olivka maslamizni solamiz. Mana shuncha yetadi. Bunga hozir yarimta limonni qisamiz. Bu ozish uchun juda rezultatni. Men hozir tabiiy ozmoqchiman. Bu usulni buvijon qo'llagan. Har azonda ochiq qorinda ichadi. Hali men choy ichmadim. Va shuni sizlar bilan bugun birgalikda sizlar bilan bo'lishdim. Yaxshilab yarimta limonni qisib turib, yaxshi suvini chiqargandan keyin aralashtirib, buni ichamiz hozir. Men ro'zaga tayyorlanib, choy ichmay yuribman. Oshqozonni tayyorlab turibman-da. Vazn tashlashda eng samarali usul.